Assalomu alaykum, aziz do'stlar, aziz YouTube tarmog'idagi obunachilarim, aziz musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar. Aziz do'stlar, bitta narsa ozgina yodimdan chiqib ketayozibdi. Короче, bizlar bitta kvartirani boshida obzorni qilganmiz. Shtabi shukurka bularda remontini, kraska tayyorlash jarayonlarini hammasini video qildimda oxirida aytib o'tdim. Tugagandan keyin bir obzor qilib o'taman bu kvartirani deb. Endi men sizlarga hozir shu kvartirani tugatdik bizlar, xudo xolasa. Hozir aytishnik, bitta ikkita kamchilik plintus yoki santexnika ishlaridan keyin germetik uradigan joylari qolgan, shularda bolalar ishlayapti hozir. Xullas kalom, biz obzorni boshladik aziz do'stlar, ketdik. Bizi birinchi kvartiramizda obzorini ketdik aziz do'stlar. Buni bizlar chot qilib tugatdik. Umuman kraska pult bilan ishlatmadik. Men sizlarga birinchi o'rinda elektroshet umidimda ko'rsatib o'taman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pauzani bosib, bemalol o'zingizga kerakli narsani ko'chirib olishingiz mumkin yoki o'rganishingiz mumkin. Mana u planshetlari. Xullas, mana shunday kraska pultda urmadik bizlar. Mana eshikdan kirishga, proxoshkada garderob mana shunday. Kiyim ichadigan, obuv qo'yadigan kerak. Biz kuxnya tomonga boramiz. Sanuzellarimiz ham tamom bo'lgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, o'zlaringiz baho berasizlar. Xullas, mana shunday kraskalarimiz. Svet yoqmadik, bu yerda ishlayapti odam. Ko'rinayotgan bo'lsa, agar sizlarga aytasiz. Так что здесь katta zal. Bu yerda kraskasini polni tugatdik. Hamma joyini atvodkalarini mana bitta chiziq qilib chiqarganmiz. Bu yerda luk ochiqlikdan konditsionerda 72 soat sovuqlikka mana bekarga jemper kiyib yurganmiz. Sovuqlikka qo'ygan aziz do'stlar. Xo'sh, svetini yoqaylik. Aziz do'stlar, bittada yonadi, bittada o'chadi. Bittada yonadi, bittada o'chadi. Bularda hali kirishkasini qo'yadi, bu yoqqa shtorda ochib yopadiganlari bor. Xo'sh, o'chirib yoqadiganlari bor. Mana aziz do'stlar. Ular balkim aytishlaringiz mumkin, bitta kvartirani 90 marta olding deb. Yo'q, aziz do'stlar, bu bitta kvartira 90 marta emas, proyekti bir xil bo'lgani uchun hamma kvartira faqat kvadrat metri har xil kvadrat metr. Qarang, mana shu eshigi menga vobshim yoqqan, oppoq eshik. Qarang. Ham tepagacha polnisda. Boshqa kvartiralarimizda 220 mana shu yergacha edi. Undan yog'i to'xtagan edi. Prosta ошибка bo'lgan bu, lekin poldan tepagacha 3 metrlik eshik. Mana aziz do'stlar, buni ham svetini yoqamiz. Mana xuddi shu. Mana chik svet yoqdi. Mana aziz do'stlar, mana shunaqa malyarkamiz, atvodkalarimiz. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz kartinkalar ko'ryaptimi yo'qmi sizga? Xullas, mana shunday. Bu rang boshqa rang, o'rtondagi boshqa rang. Atkoslar ko'ryapsiz. O'zimizda ko'pchilik atkoslarni ishlatib ko'ramiz yoki gipsokartonni qilamiz. Mana taxtani qilib qo'ysa bo'lagan chiroyligini. Oddiy taxta materiali bo'yagi indi materialdan bitini lakrovni mebel svet qilingan. Mana bu qora xonamiz. Bu xonalarda sizlarga shortisdan qo'shiqlar aytib chiqqan joylarim mana shular. Birinchi sloyda edi. Mana aziz do'stlar.
o'sha kuni santexniklarimiz mana bularni dushoy kabinalarga qo'yib ketdi. Dushoy kabinani ham obzor qilganman. Boshqa kvartiralarda. Bu boshqa. Mana TikTok o'yna, sushilka. Hammasi bitta proyektda bitta. Faqat rang xazayn tanlagani uchun bu rang boshqacha rang. Buni ham svitini yoqsak bo'ladi. Mana aziz do'stlar. Mana bittada chik yonadi. Bittada o'cha. Odam uyaltirdi-ku bu bittada o'chmay qoldi. Nima turbosyaptimi? Umnidum. Mana shunaqa aziz do'stlar, mana pletkalar ko'ryapsiz proxojka, bu to'plipol. Bemalol oyoq-yo'lga yuraverasiz. To'plipol o'zi hammasi mana shu yerda ulangan. Обязательно Wi-Fi bilan ishlaydi hammasi, internet, Wi-Fi tokmanadi. Mana shu yerda ustanovka qilinadi aziz do'stlar. Shunday eshikdan chiqdingizcha mana shu yerda ya ухожуni bosasiz, bo'ldi. Hamma svitlar, hamma narsa o'chadi. Ya domani bossangiz hamma narsa qo'shiladi. Keyin mana keldi. Bu yerda hech qanaqa kamera yo'q, hech qanaqa mikrofon yo'q, boshqa yo'q. Lekin mana shu simlarda o'rnatiladi. Mana shu yerga kamera, shu yerga bunaqada o'zining spesialni elektron ключи bo'ladi. Shunday kelib turib, я пришел deydi, sizni yuz tuzilishingizda masalan siz shu uyni sotib olgan bo'lsangiz, yuzingiz tuzilishini shunday ko'radi, голосingizni tinglaydida, sizga eshik avtomatik без ключ, без ничего ochib beradi. Siz narsalarga ustuvchi ключ bilan yana yopib ketaverasiz. Ana shunaqa do'stlar. Bu mana bitta etajda ikkita kvartira. Shuni bittasini bizga firma, bittasini hali remont qilgan yo'q. Mana грузовой lift. Bu kichkina passajirni lift. Mana bu hozir ochib qo'yamiz. Bu yopiq ekan. Bu ham yopiq ekan. Короче, bittasi musorprovod, ya'ni musorlar tashlaydigan turba. Ikkinchisi, masalan, siz koleskada keldingiz yoki rezina oyoqda kuchugingiz yetalab keldingiz, o'ynatib keldingiz, oyog'ingiz loy, kuchugingiz oyoqlay, mana dushoy qo'yibdi mana. Bemalol kirasiz, mana shu yerga cho'miltirib kirgizib ketaverasiz. Keyin darshi vannaga xohlaganday mushugingizni, kuchugingizni cho'miltiraverasiz. Bu настройка qiladigan joy. Bu настройка nima? U musorprovod bor. Xullas sizga uyingizda masalan taqilatish imkoni yo'q yoki soседingiz sizni jalba qilish mumkin. O'sha yerga kirasiz. Bemalol shu yerda samarangiz buraysizmi yoki bir taqiladigan ishingiz bo'lsa, mana shu yerda qilib olishingiz mumkin. Shu yerda musor ham tashlanadigan joy. Kengish joy berib. Xo'sh. Mana aziz do'stlar, bu пожарный. Agar mabodo hamma narsa qo'shilgan, ulangan, mabodo agar yong'in ketadigan bo'lsa, mana shu yerdan ulanadi. Bu ventilyatsiya, va shu koridordagi ventilyatsiyalardan. Bu elektrisi bor. Xo'sh, 4-etajda 401-402-da shitlab turadigan joy. Aziz do'stlar, biz mana shu koridorda ham bugun mana tayyorladik. Bitta ikkita joyini, mana bunaqa joylarni remont qilib qo'yganmiz. Qurigandan keyin kraska qilib tashlaymiz. Bo'ldi aziz do'stlar. Mana shunaqa. Bu kvartira bizni kvartiraga qaramaydi, lekin qaramasa ham biz mana bu narsa tashigan, boshqa qilgan mana yerda koridorda откосчикlar, eshik o'rnatadiganlar, hammasi mana shu yerda mebelni keskani, sabirab qilgani uchun hozir gryazniy bo'lgan, shuning uchun biz bu yerda remont qilib beramiz aziz do'stlar. Mana qarang. Shunday eshikdan kiryapsiz, o'z svit yonadi. Mana svit yongan bitta qo'lda. Bo'ldi, o'chdi. Ko'rdingiz? Mana shu yerda masalan mana bu yerda spalni.
Ko'rib turibsiz, ikkita tomonda rezitka. Spalni, tumishka, bu xo'sh, kartinkalar bo'ladi hali boshqa kvartiralarda. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu tomonda detskiy spalni, bu yoqda televizor, bu tomonda televizor, antennalar, internetlar qo'shilgan. Xuddi shunday. Xo'sh. Yashiriladi aziz do'stlar, mana bu B korpus, bu hozir turganim A korpus. B korpusni polni 15 etajgacha biz remont qilib chiqdik aziz do'stlar. Mana fontan pastda. Havamiz bugun juda salqin. Xo'p, aziz do'stlar, videoni ko'ring, tomosha qiling, like bosing, podpiska bo'ling, podelitsa bo'ling aziz do'stlar. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilaversin.